Hozir shu ta'mirlash ishlarini qaysi mablag' hisobidan? Biz kiryapmiz. Boshqaruv organi nomi yo'q binoda. Ish vaqti yozilmagan. 24 soatga avval spesial xizmatining shans telefoni yozilmagan. Qo'say shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limining xatiga asosan Qo'say shahar Cho'lpon MF hududidagi House Repair Service boshqaruv servis kompaniyasida vakolatli organlar xabardor bo'lgan holda huquqiy tekshirish o'tkazildi. O'tkazilgan tekshirishda boshqaruv organi tomonidan 24 soatlik avariya dispetcherlik xizmati lozim darajada tashkillanmaganligi, insonlarga beriladigan hisobot yig'ilishlari o'tkazilmaganligi, shuningdek insonlardan yig'ilgan majburiy badal to'lovlarini mening uyim billing tizimi orqali yuritilmaganligi aniqlandi. Yuqoridagi kamchiliklar bo'yicha boshqaruv organiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 2-qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Faoliyatida aniqlangan qonun buzilish holatlarini belgilangan tartibda faoliyatini qonuniy yo'lga qo'yish bo'yicha Farg'ona viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasiga tegishli taqdimnomalar chiqarildi.